Va alaykum assalom. Qadrdishim avvalama. Salomat bo'ldingmi? Dal vaqtida kelgandim, ha? Ha, dal vaqtida keldinglar. Ades. Ha? Nava keldiğini saat qilmaysizlar? Yo'q, bundaq muhim ishni unaga demdiga. İşimizni qardash kelmasmi va? Shu emasmi? Oldin qatim bizning taq huquq talashgani uchun uni taq achchig'imni keltirib. Bo'jlash saatni qatmay adash. Ravurs ishdan birini tavritaylar. To'g'ri. Ay tuzuk ishdan birini tepib, ay bushib tavratganda bir tavritaylar adash. Adash, oldingi yil ona mehri oshxonasini echib olgan bo'lsak, bu chaqqa 20-30 qavat binoni sepultiq emasmi? Yo'q, 20 ga 30 ni qo'shsak 50. Hey, ay Savut degan xumpar bizning 50 qavat binoyimizga ziyon sapti-da. Nachar adam baribir nacharligini qiladi adash. Assalomu alaykum. Qadara qavalim. Yaxshi turdingmi? Yaxshimi. Ha? Ag'illar, Ha? meni chaqamay maslahatga chiqib ketibdi-qa? Anda qilib ketmaydi-mi? Ag'illar anda qilib ketmaydi. Bir hozirni sen tilpin qilaylik deb turqa shundanmi? Men tilpini qo'limga iltib. Ha shu. Rostmi yo? Shu shundan. Shirek bo'lsa mayli. Balla, men deyman, ma kunimiz naq bekorga o'tib ketib bordi. Uni bir deyman. Ozroq bo'lsin ish qilaylik, ma pul o'zini ko'rsatib ketib bordi deyman. Shu bizmi shu hozir shuni boshqa ketirib turgan tiqtaqa Shuni siz kelsangiz bilib maslahat qilamiz ekan degan. Algina unda olsa oldingi yil ochamagan ona mehri oshxonasini bu yil o'shib ochmaydimi? Ag'illar. Bu oshxonni ochsaqmi bo'ladi. Lekin hozirmi shu oshxonlar birsidan birisi katta echilib ketib boradi. Uning ustiga, uchimiz mush so'yatimiz bilan oshxona ichib yursak qanday turadi? Adash, oshxonangni ko'tarib, ma so'yatga loyiq bir ish qilaylik. Mana Unda olsa biz madaniy bir ish qilmaydimi? To'g'ri. Ay madaniy bo'lgandimi shundoq bir madaniy ish qilaylik ekan. Nima ish qilsak bo'lar? Allohu ag'illar, ash intayin sog'lom bir nima ish qilsak bo'lar? Ag'illa, satrashxona ochmaydimi? Soatni umri bo'lgandiki. To'g'ri. Bizaga satrashxona ochgandim og'a. Ayollar satrashxonasini bir o'tish kerak. Boshqa? Mening ayollarning chechini budur qilgan umrim katta emas meni. Satrashxona ochsaqmi bo'ladi. Lekin bu satrashxona ichib qachon beyg'ili bo'ladi deyman. Shunga amal qilmadiki, mana yo'g'on ish qilaylik. Yo'q. Bizlarga yo'g'on bir ish qilaylik. Yo'q ish qilamda. Unda olsa oydirmidilni birini qilmaydimi? Bo'lmasa poyezd stansiyadan bilan qurib qo'yamdik ya. Valla, 8-10 parqut o'tib, portni birini quraylik. Anda. Bo'ldi, ag'illa. Chaqchaq qilib qo'ysanlar, chaqchaq qildi kensizlar. Bu gapni qo'yapti. Bu shu kino ishlaydigan shirkatni birini qilmaydimi? Ma gapning jini bor. Nima ish desanglar, hozir shu bekor yo'lga chiqadigan havaskarovni samondek deydi. Dibatni bilashmaydimi? Yildan boshlarning pulini topimiz demsizlar? Shu. Va bo'lmaydi. Nima va ular kirsa oladigan bir potlik piv bilan yarim tax qo'noq deb 6-7 soat o'tirdikan, buni hech qancha pul topib olmaydi deyman. Rus! Qaranglar. Bir adash bor. Ayolchi naqsha etib bir VC'da ishlatgan. Karamet etib deydi qaranglar. Yo'q. Topdim. Quradiganni topdim. Biz san'at uyi quraylik. San'at uyi? San'at uyini qursak, VCD ishlaymiz, DVD ishlaymiz, dibam ochamiz, universal ishqimda kino ishlaymiz. Mana adash. Hozir ne qarsang san'at uyiga to'sa aqamdaga bor. Adash, cho'ng san'at umeklari saviyalik san'at qilamiz deb avvar o'g'icha, biz soxta mas'uliyat ishlab, bozorga soldigan bo'lsak, birdamda boy olmaydigan bo'lsa, pulimni kesib beraman. Yo'q, soxta mol degan shu kambag'al bechorning. Ya'ni shu bechorni bo'z yetib qaqt soxta qiladi ekanmiz-da. Avog'i bo'zak qilmasang qiyomatda davosi bor debdi-ki. Bo'pti-dash, qursa quraylar san'at umakda. Adash, pul topadigan ish bo'lgandan keyin haqning nima bo'lishi bilan nima ta'rimi? Shunaqa san'at umak quraylik. San'at umagiga berdim. Madaniyroq ansambl danglar manda. Ansambl. Qo'shaldingmi? Qo'shildi. Unda olsa ansamblning ismini bir qo'yib olmaydimi? Qo'yildi. Ansamblning ismi hammadan muhim. Shu, valla, uchala ism qo'yishga bir-birimizning ustiga berib qo'ysaqlar. Topdim. Kiroran ansambli deb qo'yaylik. Kiroran? Kiroran onamizning ro'yi qo'shib qoladi. Bo'lmaydi. Nishqa?
Ha, aroq zavodi arz qilamiki? Ha. To'g'ri. Agar shunday bo'lib qolsa, o'g'it tugashgina. Unday bo'lmaydi. Bunday bo'lsa, nima deb qo'ysak ular? Hey, men topdim. Shoh ansambli deb qo'ymaydimi? Shoh. Ko'ngil shoh ansambl deb qo'yaylik unda bo'lsa. Topdim. Oltin biliq ansambli desakchi. Oltin bilan? Ha. Mana mushum ism bo'ldi mana. Hey, sen nima bilasan? Bu o'makdagi uchimizdan boshqa a'zolarining hammasini yuk go'zal qizlardan tashkillaymiz emasmi? Nimishqa? Nimishqa deb desa, o'mak deganda qizlar chiqib yaxshi emasmi? Ha. Hada, ulamda bo'ladi hamda. O'yinni Hey, ag'illar, mushu biz qizlarning bir o'makni tashkili varsak, ahmaq arlar uyangi chiroyli qizlarni ko'rimiz deb kiraverdi. Hada, juda qizlarni yerim yalang'och yasaydi ekanmiz-da. ha? Yerim yalang'och yozsak, kiyimga oz pul ketadi. Hattalla. Hada, bildingmi? Shuna, ularni kiraverdi, biz pul tepib beyaveramiz. Bo'lmadimi? Ag'illar. Bu shu butun suruq bir 3 kishi qarab turib qizlarni yalang'och usulga sarsak, ma el jamoatning qag'ishiga uchrab ketamizmi-ki? Digilim to'g'ri bardosh. Faqat ko'rdiganda ko'rib talog'i chiqibdi bizni tillaydi. Qanday alashni kelsa. U yerni sandi qo'ygan olamda. Nima qo'yamiz? Uni biz qavoxonada qo'ymanda. Qavoxonada? Bu qavoxon deganda nima numara o'ynagan oldi edi? Usullarimiz arabcha bo'ladi, nimalarimiz g'arbcha bo'ladi. Alhamdulillah. Bu qavondek 3 erkak g'arbcha mehmonxonada qizlarimizni yerim yalang'och yasab, arabcha usulga selib pul topamiz degicha, ularga chiroyli o'zimizning milliy kiyimini kiydirib, yurtimizning sahnalarida uyan qo'ysak bo'lmamdi? Podshohninkidek sellasi var. Ni artistimiz uyan qo'ysa, bir dasti gulni berishga yaramaydigan naday yoshlarimiz, Maykr Juksin bilan Shahrulxonni tushab yursa, bizning amal qanday savod? To'g'ri deding adash. To'g'ri. Ha, shuna. Jiratki mollam, damollam, yaqindagi mollam, jamollam deb, yandikesining qadi yo'q danglar. Hatta shuna biz oltin biliq ansambli deb ism qo'ysak, ta'zim muvofiq keladi. Chunki biliq degan kiyim kiymaydi emasmi? To'g'ri. Ma oltin biliq desak, bak eshib ketdik. Oq biliq deb qo'yaylik. Oq biliq, oppoq biliq demakchimi? Ha. Ben ma yaqinda xizmat bilan bir yerga bir komandirga borgandim-da. Aşağı tijorat qiladigan bir necha og'iylarim bor-da. Va adash obdan kelsa, biz seni kutib olamiz deb meni uzdurib qavoxonaga boshlab qo'ydi. Qarasam bizning mishadan borgan qizlar ekan, yerim yalang'och yasinyapti. Usulchi biz deydi. Chiroyi qarasam qon didori yo'q. Go'dan yili sug'urib chiqib olgan arvoqqa o'xshab qoldi. Topdim. Nurdi qizlar ansambli deb qo'yaylik. Qanday? Bu unimi qo'yib, bunimi qo'yib. Ishparxon yoki Amonnisaxon ansambli deb qo'ysak. Hargiz bo'lmaydi. Nimishqa? Hey, yerim yalang'och usullanadigan umakka biz ulug' onallarimizning ismini qo'yarsak, ularning ro'yi qo'rnimandag'inlar. Ya, bundan ism qo'ymaymiz. Menimcha, eng yaxshi chet elsimon qizlar ansambli deylik. Tayyorlik maymunsimon qizlar ansambli deylik. Qanday? Unimi qo'yib, bunimi qo'yib. Bu ansamblni uchimizni qilmaydimi? Uchimiz? Voy, bizning o'yinimizga kim kiradi? Adash sen bayatın dedin-ku, ahmoq erlar o'yin deganga qizlarni ko'ngili kirdi deb. Shunga o'xshash ahmoq ayollarni va bizning o'yinimizga kirib qolsa ajab emas. Bizning bir-birimizga kelishgan yigitlar bo'lganligini deyman. Adash, sen unda deganing bilan bu uchimizning bu san'at degandan qilch xabarimiz bo'lmasa. Bilmasa adash biz deydi. Hozir men san'atning nimani biladiganlardan bilmaydiganlar jiq yavatmanda. Bu cho'lponlarni yollaymiz. Havaskorlarni cho'lpon deb danglaymiz. Ulan danglab cho'lpon qilib qo'ysak 6 kunda bizdan yuzaveramiz adash. Bizdan yuzerib ketib qolsa, o'zimiz cho'lpon bo'lamiz. Men ancha-munchalik naqshchilarni do'rab qo'yman-ku. O'zlarim arg'ishib olganda oltag'il to'g'laysan-ku. Qanchalik ishdi bu? Menga bozor hozir setilayotgan lentalardagi ba'zi naqshlarni kuyjam yumib o'qib qo'ydim. Mana men bu to'ytirimga ichib qolsam, o naqsh deganni o'ttirim, Şuna, mo'sha hozir bir qism yoshlarimiz o'zimizning mo'sha naqsh musikalarining qadriga to'g'ri yetmaydi. Shuni men mo'sha xalq naqshlarini Yevropa uslub bilan aytib, bir
biz shohlik qilaymikin deyman. Karamet madaniy usulda bu da. Shu. Unda Sınıf bakalım. Sinab baqanda. Sinab baqanda. Tushadimi?